O'zbekistonda 3-Renessans poydevorini yaratishdek ulug'vor maqsad yo'lida amalga oshirilayotgan islohotlar zamirida eng avvalo sog'lom, bilimli va yuksak ma'naviyatli avlodni tarbiyalashlik strategik vazifa mujassam. Shu maqsadda Prezidentimiz tashabbusi bilan Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda kelajak markazlari tomonidan Iqtidor maktab ansambli respublika tanlovi o'tkazilayotganligidan xabardorsiz. Bu gal ushbu loyihaning hududiy saralash jarayonlariga mezbonlik qilgan navbatdagi manzil ulug' mutafakkir Mir Alisher Navoiy nomi bilan ataluvchi hudud Navoiydan tafsilotlarni yetkazamiz. Yoshlar madaniyati va san'atiga qaratilayotgan e'tibor ko'lamini raqamlar tahlilida ham yaqqol ko'rish mumkin. Tanlovning ilk mavsumida viloyatdagi 367 ta umumiy o'rta ta'lim maktabidan 232 ta jamoa onlayn ro'yxatdan o'tgan ekan. Joriy yilda ushbu ko'rsatkich bir necha barobarga o'sib 8 tadan ortdi. Bu raqamlar zamirida voha yoshlarining milliy san'atimizga bo'lgan cheksiz ishtiyoqi va intilishi namoyondir. Mana bugun Iqtidor maktab ansambli tanlovining viloyat bosqichi yuqori saviyada o'tkazilyapti. Viloyatimizdan 11 ta tuman shaharlardan barcha o'sha tuman shahar bosqichlarida g'olib bo'lgan jamoalar ishtirok etmoqda. Buni tuman shahar bosqichlarini ham mana 2 yildan buyon bu tanlov o'tkazilayotgan bo'lsa, shuni ko'rishimiz mumkinki, Iqtidor maktab ansambli tanloviga o'quvchilarning qamrovi oshganini ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu yil 890 ta jamoalardan 7000 dan ortiq o'quvchilarimiz ishtirok etdi. Eng munosiblari tuman shahar bosqichlarida g'olib bo'lib, mana bugun viloyat bosqichida ishtirok etmoqda. Viloyat bosqichida ham o'sha respublikamizdan kelgan hakamlar adolatli, shaffof tarzda o'quvchilarimizni baholashmoqda. Bitta narsani quvonarli qilib aytishimiz mumkinki, mana shu tanlov orqali o'quvchilarimizning milliy cholg'uga bo'lgan qiziqishlari yanada ortmoqda. Maktablarda Iqtidor ansambli to'garaklari tashkil etildi. Mana shu to'garaklar asosida to'garak rahbarlari tomonidan barcha o'quvchilarni mana shu milliy asboblarni chalishga bo'lgan qiziqishini yanada orttirishga sabab bo'lmoqda. Mazkur tanlov yosh avlod qalbida milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz va boy madaniy merosimizga bo'lgan hurmatni yanada mustahkamladi. Ayniqsa san'at olamida alohida o'rin tutgan o'zbek xalq cholg'ulariga qiziqish sezilarli darajada oshdi. Bu jarayonda musiqiy merosimizni chuqur o'rganish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Eng e'tiborlisi, yoshlar amaliy va ijodiy jihatlarini puxta o'zlashtirishi uchun maktablarda barcha zarur sharoitlar yaratildi. Umumta'lim maktab o'quvchilari o'rtasida milliy cholg'u asboblarini keng targ'ib qilish va o'quvchilarning nafaqat ta'limga, balki madaniyat va musiqaga ham qiziqishlarini orttirish, shu bilan birgalikda o'quvchilar o'rtasida eng sara o'quvchilarni, iqtidorli o'quvchilarni saralab olish va ularni har jabhada qo'llab-quvvatlashdan iborat. Joriy yilning 21-25 aprel kunlari ushbu tanlovning tuman shahar bosqichlari bo'lib o'tdi. Ushbu tanlovda jami 1186 nafar o'quvchi ishtirok etdi va bulardan eng saralari bugun saralanib kelishdi va ishtirok etishmoqda. O'quvchilarga faqat omad tilaymiz. Bu kabi ko'rik tanlovlar o'quvchilarga motivatsiya beradi va ularni rag'batlantiradi. Bu tanlovga juda ko'p tayyorlandik. Hatto kechalar chalgan vaqtlarimiz ham bo'ldi. Maktabdan tashqari uyda ham shug'ullandik. Hatto ko'chalarda ham chalib yurardik. Qo'shnilarimiz, qo'shni qizlar va qo'shni bolalar bilan. Yakkaxondan ko'ra ansambl ijro juda qiyin. Masalan, boshqa odam bilmasligi mumkin bu kuyni yoki o'rtada adashib ketishi mumkin va biz bir-birimizni imo-ishora orqali ham tushunamiz. Bildirmaslikka harakat qilamiz. Qayerdadir adashib ketsa, uni yopib yuborishga harakat qilamiz harakatlari bilan. Men rubob cholg'usi bilan shug'ullanaman va bu ham o'ziga yarasha qiyinchilik talab etadi, ammo harakat qilaman yaxshi chalishga. Biz viloyat bosqichida o'tgan yil ham ishtirok etgandik va unda o'rin ola olmagandik, lekin biz bundan xafa bo'lmagandik. Biz o'z ustimizda ishlab, shu yil ham qatnashishga harakat qildik. Bizga bu imkoniyatni bergan prezidentimizga katta rahmat. Biz o'zbek musiqalarini dunyoga tanitishga harakat qilamiz va bundan ham katta yutuqlarga erishamiz degan umiddamiz.
Ushbu tanlov yosh avlodni san'atga keng jalb etish, ularning yashirin iqtidorini kashf qilish va jamoatchilikka tanitish uchun muhim maydon vazifasini bajarmoqda. E'tiborlisi, bu jarayon har bir ishtirokchiga o'z salohiyatini sinab ko'rish, sahna madaniyatini egallash va ijodiy tajriba orttirish imkonini bermoqda. Tanlov bizga asosan o'zimizning iqtidorimizni nafaqat O'zbekistonga, balki kerak bo'lsa butun dunyoga isbotlashga ham bir imkoniyat. Biz asosan bir-birimiz bilan notalar yoki naqorat qismlar, doirani ohangi orqali biz bog'lanamiz. Doirani harakatlari orqali bir-birimiz bilan gaplasha olamiz. Qanday joylarida past bo'lish, qanday joylarda ovozlarni ko'tarish, shu narsalarni bizga asosan doira yoritib beradi. Endi biz iloji boricha harakat qilamiz, xato qilmaslikka, agar bo'lib qolgan taqdirda ham biz sezdirmaslikka harakat qilamiz, kuyda davom etaveramiz. Bu tanlovlar ham aslida bizani o'z imkoniyatlarimizni oliyroq ko'rsatishga yordam beradi. Va biz she'rgacha kelganimizda o'zi ham bir katta yutuq, chunki juda ham ko'p maktablarning ichidan ham aynan saralanib biz shu yergacha keldik. Umid qilamizki, yana keyingi bosqichlarga o'tamiz. Buning uchun biz albatta yurtboshimizga katta rahmat aytamiz. Harakat qilamizki, butun dunyo bizni shu o'zbek kuyini, o'zbek ansambellarini, mahoratini buyuk darajada ekanligini ko'rib qo'yish uchun. Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari o'rtasida milliy cholg'u san'ati va madaniyatini keng targ'ib etish, ularning xalq cholg'ulariga bo'lgan qiziqishini yanada kuchaytirish maqsadida o'tkazilgan tanlovning viloyat bosqichida tuman va shaharlardan saralab olingan 11 ta eng kuchli ansambl jamoasi ishtirok etdi. Qarinavo, Lola raqsidan parcha va do'lancha va yallama yorim kuylarini chalib berdik. Bu tayyorgarlik jarayonlarida adash holatlari bo'ladi. U paytlarda o'zimiz o'sha paytni o'zida o'sha xatoni to'g'rilaymiz. Tanlovda ishtirok etayotgan yoshlarning aksariyati bir necha yildan buyon milliy cholg'ular bilan muntazam shug'ullanib, yaxshigina tajriba to'plagan. Shu sabab sahnada yangragan har bir kuy mumtoz musiqamizning betakror jozibasi va nafisligini yaqqol namoyon etdi. Qalbdorlarni nozik chertuvchi ohanglar esa tomoshabinlarga unutilmas taassurot ulashdi. Sahnada chiqqanimizda ancha hayajon bo'ldi. Bizda juda hayajonlandik, eplolmaymiz deb o'yladik, ammo epladik. Ikkita asarimizdan yaxshi choldik. Bir-ikkita kamchiliklarimiz bo'ldi, lekin to'g'rilab ketdik. Bu tanlov orqali milliy cholg'u asboblariga mehrimiz juda oshdi. Ushbu tanlov faqat o'quvchilar uchun emas, balki pedagoglarga ham katta rag'bat manbai bo'lib xizmat qilmoqda. U o'qituvchilarni doimiy izlanishga, o'z ustida ishlashga undaydi. Ayniqsa, maktablarda musiqa madaniyati fanini zamon talablari asosida rivojlantirish, o'qituvchilarning kasbiy salohiyatini yuksaltirishda mazkur loyiha muhim o'rin tutadi. Hozirda biz prezidentimiz 391-qaror asosida, ya'ni maktabdagi musiqa o'qituvchilarini kasbiy darajasini rivojlantirish va uni maktablarda turli ansambellarni shakllantirish to'g'risidagi ish olib boryapmiz. Davlat tomonidan berilgan bizlarga 7 ta milliy musiqiy asboblarning hammasi yetkazib berilgan. Sharoitlarimiz juda yaxshi hozirgi paytda. Albatta, bizlar musiqa o'qituvchilari uchun bu juda ham keng imkoniyatlar, chunki o'qituvchi sifatida o'quvchilarimizni tayyorlab, viloyat, shahar, respublika darajasida o'z iste'dodimizni ko'rsatish uchun, mahoratimizni ko'rsatish uchun o'qituvchilarga berilgan katta imkoniyat deb hisoblaymiz va bundan unumli foydalanish uchun harakat qilamiz.
Har bir cholg'u asbobining o'ziga xos sehri, har bir kuyning esa yurakka yaqin tarovati bor. Ayniqsa, mumtoz navolarimiz yoshlar tomonidan mahorat bilan ijro etilganda bu yanada yaqqol namoyon bo'ladi. 6-10 sinf o'quvchilarining puxta tayyorgarligi, sahnadagi chiqishlari shu kuni ekspertlar jamoasining ham e'tiborini qozondi. Tomdi tumanidan kelgan Fernor Mamidqarniyev va uning jamoasi 300 kilometrdan ortiq yo'l bosib kelganiga qaramay, vaqtni unumli o'tkazib, bosib o'tilgan masofa davomida mashg'ulotlarni ham to'xtatishmaganligini aytadi. Biz bu jarysqa 2-3 haftaning ko'lamida tayinlandik. Ovulimizdan 300 kilometr uzoq yerdan keldik. Ya'ni biz uzoqlikqa jarasa turib, biz o'z o'nerimizni ko'rsatdik, ya'ni qobiliyatlarimizni ko'rsatdik. Ya'ni biz bu jarysda yaxshi natijalar ko'rsatamiz. Bu jaryslar bizga o'ta yuqori darajada kerak, sababi biz yaxshi yerlarda ko'rib o'tiramiz, yil tanib o'tiramiz, ya'ni ovulimizda janjaga tanitib o'tiramiz. Ya maktabimizda muzikalik asboblar жеткілікті, qozoq xalqining, ya'ni o'zbek xalqining o't asboblari жеткілікті. Iqtidor maktab ansambli ko'rik-tanlovi yoshlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadigan, ilhom baxsh etadigan va orzular sari dadil odimlashga undaydigan maydondir. Unda har bir ishtirokchi o'z mahoratini ko'rsatadi. Kimdir dutor ohanglari bilan barchani hayratga soladi, yana kimdir do'mbira sadolari orqali tomoshabinlar qalbini zabt etadi. Biz Navoiy viloyati Qiziltepa tumanining 5-sonli maktabidan tashrif buyurdik. Bizning guruhimizning nomi Iftixor maktab ansambli jamoasi. O'tgan yili biz Muhammadjon Mirzabekovning Bahor valsi va yangi tanavvur asarini tahlil qildik. U asarlar o'zining so'la avj joylari ancha qiyin. Ularda biz anchadan beri mashq qilamiz va chiqarishga borishimiz bilan harakat qildik. Kelajakda o'zimizning milliy cholg'ularni dunyoga tanitish uchun harakat qilamiz. Tanlov jarayonida o'quvchilardan tarkib topgan ansambl jamoalari milliy an'analarga uyg'un sahna liboslarida puxta tayyorgarlik va ijodiy yondashuv asosida chiqishlar namoyish etishdi. Har bir ijro nafaqat badiiy ifoda, balki texnik mahorat, sahna madaniyati va ansambl uyg'unligi mezonlari asosida kompleks tarzda baholandi. Jarayonlar hakamlar hay'ati tomonidan xolis va professional yondashuv asosida olib borildi. Albatta bu ko'rik tanlovni tashkil etilgani juda ham quvonarli hol, sababi mana bugun biz Navoiy viloyati bosqichida o'sha hakamlik qildik. Ustozlar bilan birgalikda juda qattiq tayyorgarlik qilishgan, juda katta tayyorgarlik bilan kelgan har bitta tuman mahoratini ko'rsatishga harakat qildi. Hattoki o'zi hali aytib o'tganimizdek, jamoa bo'lib chalish juda ham qiyin, ansambl bo'lib chalish. Lekin bolajonlarimiz shunchalik harakat qilishyaptiki, hattoki ba'zi birlari o'zini cholg'usidan tashqari boshqa cholg'ini ham chalishga harakat qilib o'zini ko'rsatyapti-da. Endi bu mana biz baholashga asosan nimaga e'tibor berdik? Ularni o'sha ijro repertuariga, sahna madaniyatiga, kiyinish madaniyatiga, o'zlarini misol uchun ijro madaniyatiga e'tibor berdik. Navoiy viloyati ko'p millatli hududlardan biri bo'lib, bu xilma-xillik tanlov sahnasida ham o'z aksini topdi. Turli xalqlarning boy madaniyati va musiqiy an'analari uyg'unlashib, tomoshabinlarga rang-barang dastur taqdim etildi. Biz Zarafshon qalasi номер 4-жалпы білім беретін орта мектептің Аманат этно ансамблі командасы. Мектепте Iqtidor maktab ансамблі болып құрылғанбыз, яғни біздер ешқандай музыкальный мектептен емеспіз. Өзіміздің мектептегі музыкант ағайымыздың командасы. Біз мына домбыраны жастайымыздан қолымызға ұстағанбыз, жастайымыздан осы домбыраға қызыққанбыз және тартамыз. Біздің командада milli çalgı аспаптары көп, өзбек milli çalgı аспаптардан да пайдаланамыз. Осы жарысты ұйымдастырып беріп жатқан әкімшілікке, яғни президентімізге бірінші рахметімізді айтамыз. Нәсіп осы командамызбен республикаларда да бірінші орынды алып келеміз деген үміттеміз. Өткен жарыста біз 3-ші орын алып қалдық. Қателер болды, өзіміздің қателеріміз болды. Солардың үстінен 1 жыл істеп дайындалдық. Осы жыл нәсіп 1-ші орынды аламыз деп үміттенеміз. Және біздің бүгінгі көрсететін күйіміз Дәулеткерейдің Көроғлы күйі. Бұл дойра, өзбек milli аспабы. Бірақ біздер бұны дабыл ретінде қолданамыз, яғни таяқ білән ұрып қолданамыз. Өзбек милләтіде қол білән ұрса, біз таяқ білән ұрамыз. Бұл таңдау бізге үлкен мүмкіндік беріп жатыр, яғни біз өзіміз мектепте қолымыз бос қалмай, үлкен жетістіктерге жетуімізге бұйырып жатыр.
Loyiha viloyatning barcha hududlaridagi umumta'lim maktablarini qamrab olib, keng miqyosdagi ijodiy muhitni shakllantirdi. Unda professional ijrochilar emas, balki maktab o'quvchilarining musiqa faniga oid ko'nikma va amaliy mahorati sinovdan o'tkazildi. Hakamlar hay'ati yakuniy xulosasiga ko'ra, Zarafshon shahridagi 4-umumta'lim maktabi Amanat ansambli respublika bosqichi yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Bizlar ham marrani katta qo'ydik. Nasib bo'lsa, yaxshi natijaga erishamiz degan umiddamiz. Respublikada ta'lim sayohatiga umidvormiz. Katta umidlar bilan, maqsadlar bilan boramiz. Yurtboshimizga rahmat. Bizlarga, yoshlarga shunday imkoniyatlar yaratib bergani uchun. Aytish joiz, viloyat bosqichidan saralanganlar tanlovning respublika finalida ishtirok etadi. Unda g'olib bo'lganlar esa xorijiy davlatga ta'lim sayohatiga yuboriladi. Biz ayni hududning g'alaba sohiblariga omad tilagan holda dasturlarimiz orqali mana shunday iqtidorli yoshlar bilan tanishtirishda davom etamiz.